Ha, qaynota, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Ha, nima qilyapsiz bu yerda? Bu etikdozga keldim, bir ish bilan bir yoqqa ketib qopti-da. Ha, nima olib kelgansiz? Qaynonangga tuflisini olib keldim. Nima deb o'ylaysan? Tiktirgan yaxshimi yo qoqtirgan yaxshimi? Qaynona nima deyapti? Qoqtiring debdi. Ha, qoqtiring buni. Bo'pti, qaynota olib kelaman. To'xta, qayerga ketyapsan? Magazinga borib qaynota. Mana pulga bir 100 gram go'sht kelgin-da. Nimaga 100 gram go'sht? Itga beramiz. Ha, itimiz yo'q, qaynota. Irrilanmagin, tez olib kelgin. Irrilanma. Qani kelin bir dasturxonga olmay qo'yadigan. Qani ilohim, Xudo tinchligimizni, sog'lik salomatligimizni bersin. Kuyov nima niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetib yuraversin. Ey Xudo, meni niyatim mana shu qaynotam yo'q bo'lib ketsa ilohim. Ya, Xudoga shukr. Amin Allohu akbar. Qutuldimi? Ey, kuyov, bu yoqqa kelgin. 1 minutga bu yoqqa kelgin. Uspet qilasizmi 1 minutda? Kelsang-ki, har xil gapni gapiravermay. Nega? Anavda ikkinchi qaynonang bor-ku. Cho'tga ekan ekan. Endi shundan so'rayapman, bir so'rab kelgin. Nimani? Qurak otarmikan, otmasmikan? Nega qurak otganlar yoqmaydimi? Yo'qlikda qurak otganlar. Uyalyapsizmi? O'zim so'rashga uyalyapman. Endi yangida endi anaqada endi. San uyat sizni birinchi marta ko'rishib uyatsiz. endi Bo'ldi, hozir so'rab kelaman. Shuni so'rasam bo'ladimi? tez faqat. Tez faqat tez. Qaynonam qaynotamni boshini yedi qaynonam. Kelyapsan. Qaynota? Ha, nima gap? So'radim. Ha. Qaynotam so'rayapti dedim. Ha. Xurak otarmikan yo'qmikan? Xo'sh, so'rash uyaladi dedim. Ha. Ovozim ham chiqmaydi dedi. Ovozim ham chiqmaydi dedim. Ha. Unda ovoz chiqmasa nima qizig'i bor? Qizig'i yo'q ovoz chiqmasa. Aytib ketaversin. Nima qizig'i bor ovoz chiqmasa? Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Ranglaringiz oqarib qolibdi. Nima bu? Tinchlikmi? Mazangiz yo'qmi? Ey, qaynonang bilan daga bo'layotgan yo'q. Bu yosh o'tgandan keyin daga bo'ladimi qaynota? Qaynota bu mazangiz juda. Yaxshiman. Mazam yaxshi. Bundan so'ramoqchi edim. Ha, so'ra chiqani. Sizda ham orzu niyat bo'ladi, havas bo'ladi. Hammada orzu bo'ladi-da. Nima orzungiz bor mana shu yoshingizgacha? Shu meni orzum shu Doston Ergash bilan bir rasmga tushsammi degan edim. Rosa yaxshi ko'raman bu Dostonni. Ha, iloji yo'q bu. Nega iloji yo'q? 2 kundan keyin Michael Jackson bilan rasm tushishingiz mumkin ekan. U o'lib ketgan-ku. Ha, o'shancha aytyapman-da.